Ajrashganingizga nima sabab bo'lgan? Iltimos, bu savolimga video qilib javob bering debdilar. Endi ajrashishimga bitta qilib aytganda qaynanam biza yaxshi ko'rib bir-birimizdan turmush qurganmiz. Endi o'sha payt yaxshi ko'rganman deb o'ylaganman. Hozir o'ylab qarasam yaxshi ko'rish bo'lmagan, просто yosh bo'lganmiz-da. Keyin turmushga chiqqanimdan keyin juda ham qattiq rashk qilgan. Yolg'iz o'g'lim deb juda boshqacha ko'rardi o'zini o'g'lini. G'alati-da. Ko'p aytib beraman desam ko'p. Mana rus tilida aytib berganman, lekin bu yerda kichkina bunaqa ozginada 3 minut ichida gapirib bera olmaysiz-da. Kecha men YouTube'da o'zbek tilida kanal ochdim. O'shanga podpiska qilinglar. Sekin-sekin tushib ketyapti. Shu yerda ko'proq aytib beraman. Lekin bitta qilib aytganda o'sha oxirgi kun nimaga men o'sha bolam 2 oylik paytda bolamni olib nega qochib ketganman? Chunki bir kun oldin qaynanam to'yga ketgan. To'ydan kelgandan keyin men o'sha paytda jiyanimni chaqirgan edim, mazam yo'q edi. O'sha tug'ganimdan keyin pochkam orib ismim baland bo'lib yotgan ekanda. Men uni bilmaganman nimaga ismim chiqayotganini. Keyin darvozani ochganman, to'ydan kelgan 12-ladami kechasi keyin qo'lida tog'ora bo'lganda. U tog'orani ko'rmay qolibman. Endi salom berib kirib ketganman spalniyamga. Keyin o'sha o'g'li kelgandan keyin anaqa qilib xotining qo'limdan anaqani olmadi deb urdirgan meni. Keyin o'zi har постоянно qo'l ko'tarish постоянно bo'lgan, lekin o'sha kuni faqat urish emas, hammani mamatimdan bo'g'ganda. Keyin ustimga chiqib olib keyin jiyanim rosa qattiq baqirganiga qo'rqib ketganda, baqirganiga onasi kirib kelib uni endi mashinada olib itarib borganda, endi o'zi qo'rqganda, bolasi bir narsa qilib qo'ysa meni keyin qamalib ketadi deb. Keyin o'shandan keyin men bilganman, yo'q bu o'sha adekvatniy odam emas, oxiri nima o'ligim chiqadi bu uydan deb. Ertasi kuni hech narsa gapirmaganman, hamma ketgandan keyin yana hamma yo'lni tozalab, o'zi nima bilmayman nimaga unaqa qilganman. O'zi hamma yo'l toza edi, har doim hamma uylarni toza ushlaganman, lekin yana bir marta birsidira hamma yo'l uchastkasini tozalab chiqib, bitta qozon moshxo'rda qilib, shirin qilib moshxo'rdani pishirib, bolamni keyin kichkina 2 oylik bolamni olib, anaqa kichkina lyulkam bor edi. O'sha lyulkaga ozgina kiyimlarni olib, ko'tarib mahallaga chiqib ketganman, keyin taksi ushlab ketganman ota-onam uyiga. Lekin haligacha bilmayman nimaga shu moshxo'rdani qilganman. Ular ham ichmagandir, ichiga zahar-pahar solib qo'ygan bo'lsa kerak deb o'ylagandir. O'zi qanaqa bo'lsa odam, shunaqa boshqalarni ham shunaqa deb o'ylaydi. Lekin men yaxshilab chin ko'ngildan ovqat qilib, uylarni yig'ishtirib, tashab, bolamni olib keyin ketganman. Meni ko'rayotgan bo'lsa bilishadi, haqligi, aldamayotganimni. Lekin o'shanaga qaytib bormaganman. Chunki